Sen uyalmaysanmi ikkita bolam bor deydi eri. İşte ikkita bola bilan xotinni tashlab bir buzuq bilan ketishga siz uyalmaysizmi? Men uyalaymi dedi. Men ahmoqman degancha tamom qildi. Endi haligini olib borib ko'ringki, nasihatni oxirini o'sha sen o'zini bo'ynidan bo'ylab ro'mol o'rab ayolni yalang'och qilib shu ko'chada eng yetib borganlar bilan olib borib qo'ydi. Mana tarbiyani oxiri nima bu? Maslahat. Eri ba'da qolib, ko'chaga yo'qotadi. Bu ko'rsatuvlarning oxirgi xulosasi dindan bezdirishlikda hayoni olib tashlash. Ajoyib pishirilgan ekanki,